Berkin oling, tamam. Oling, tovuq qilgani yo'q. Bugun kanalga qo'yilasiz. Mana qarang, bu yoqqa keling, mahalla raisi. Mana qarang. Men sizga aytibdim mana. Daraxtlar mana tozalab yurishni olmaydi. Nima qiladi? Ekanmiz, ya'ni ekanmiz. Yo, mayli, nima tozalamayapti? Yuring, bak. Mana o'chog'onda aytyapti. Nima uchun deydi, chiqarligini sinib kafil bo'lsa ham deb qilib deyapti. Oqlab qo'ymagan deb. Tushunasizmi? Mana yashash mana. O'chog'onni qarang. Anani qarang, tarilgan laganlar turibdi, chirib, irib ketgan. Tortanaga ketgan hamma tomon. Mana qarang, yo'q musorda o'zi yo'q. Bu supurindixonami? Men sizlarga aytaman-ku, bir ayol yashaydi, kirasan, tashqaridan qarasang, bir qabriston deb o'ylaysan. Odam tashlab ketgan bir yer deb o'ylaysan. Ana hozir uyni yonboshiga olib boraman bu kishini. Qarang. Bu hamsiyaniki, ana ko'chog'i. Ya siz uyingiz tagini, derazangiz tagini ko'rsataman hozir. Bosh sizdan nima qilgan balla? Yo'q, hozir keyin gaplashamiz. Eshitdik. Men aytaman-ku, ayol supuratdagi, o'choq yuborgan, yonboshiga supurin yig'adi. Qanday odat bu? Shu ayolni ham bir ona tarbiyalagan. Bu ham qizi bor. Kelin oladi ertaga shu ayol. Qani supurindi. Qanday supurindi uyda turadi? Bitta xaltachaga solib, anaga chiqarsa bo'ladi. Yoki eri ana burchakdan, ana hovlini to'ridan bitta yamachan tur burchak qilib, shunga qilib, keyin suv qo'yib tursa, chirindi bo'ladi. O'g'lim bu biyogimiz. Ana ayang agar yoqqa yig'sa, bitta qo'shni keladi. Nechta qizingiz, nechta o'g'lingiz bor? Erta shu ro'zg'orga masalan normal odam kelin bermaydi. Ana qayindan ana bugun kanalga qo'yilasiz siz hozir. Mana shu mahalla kanalida o'zingiz ko'rasiz. Yana qo'shningizni ham oldik. Bitta siz emas, ikkita. Kanalga tashlamaymiz bizlar musorda. Nima uchun yo'q keling, yashab. Nima tashla, ona qilamiz, sizga xalqaro nima beradi? Kechirsiz, nima uchun kecha qilmadi? Sizlarga og'ir chiqarib berib ketdimi? Ro'zg'orni to'g'rilayapti. Televizorda ko'rsatyapti tinimsiz prezident. Bizlar ishchi guruh bilan yurdik, shu yerga xonadonimizga kirib aytib ketdik-ku, hech kim bilmaydi, hamma mahalla qolib ketdi. Xo'p, mana hozir bugun aytdik. Shuni siz necha kunga qilasiz? Qilmaydi. Bir oy oldin ham bilasiz, 20 ta odam yurib aytdik, ekiningni ek, tomorqanga qara, Xurshid bilan poyoda poychamiz uzilib tushib yurib 20 ta odam bilan. Men hozir ishtaman bo'ldi. Ular kiri borki, o'zi bo'lsa mashhur. Ular noqonuniy chiqib Qo'shib olgan turibdi. Ha? Qo'shib olgan turibdi. Noqonuniy chiqib kelgan hammasi o'tkirga pul berganlar, to'rsin pulni. Sizni hovlingiz qayergacha? O'sha yergacha. Shu yandan berish hamsalar o'sha yergacha. Yo, sizni hovlingiz nima yoqqa cho'zilib ketgan? Hovli eski bu yerda bo'lgan. Bu yoq balandlikku. Yandan berish shaqqalini bilaman. Hamma chiqib ketgan ekan. Oling hamma tomon. Noqonuniy qurilma bo'yicha hozir bugun turibdi qiladi. Dron ishlaydi. Qarang, bular mana bu paxta dalasining yonboshlari bo'lgan. Hovlini 3 marta kengaytirganda, chiqib kelavergan dalaga hammasi. Bitta tomchani qurib qo'ygan, to'riga olib borgan, tomcha qurib qo'ygan. O'z kosmosdan ko'tarasiz, tushundingizmi? Kadastr agentligingiz qadamma-qadam jarimasini ko'rsatadi. Birdan elektrdan uzasizlar buni, keyin jarimani to'lash uchun. Noqonuniy qurilmalarni tozalab, davlat yeriga shunday birdan yerni qo'shib yuborish kerak qaytarib. Xo'p, o'zi daraxtlar ekib, ko'kartirib ham qo'ygan bular. Xo'p. Bu endi 70 foot qilyapti. Ko'cha tarafi mushtir bo'lyapti. Tozalatsa, unda uyda chaqirsa, uyda arang chiqyapti, hammasi chiqyapti. Bular mana mahallada chiqyapti. 20 kun oldin ham keldi. 3 kun oldin aytdi. Mahallada esa, "Ne oling. Siz ayting mana. Opa, yo'q keling, oltita o'tiring. Syomka qilinglar ayting. Necha marta kelib, necha marta aytsangiz qilmaganini ayting. Siz qarang, uyga yangamlarda siz uyga bo'lmaganingiz bilan siz hamsiyalaringizdan so'rang, naylapadan so'rang mana bitirati. Qarayar. Necha marta mahalla kelib uyingizga aytgan tozalashdi. Mana hamsiz maktabda o'ylab turadi. Bu yoningizdan so'rang. Mana shu ko'chani o'tini nima urdi yigitlar bilasizmi? Bizni o'zini ushlab olib gapirganimiz uchun ana shu ko'chani tozaladi ballar. Musor turadi xaltaga, to'g'rimi o'zingiz ollar? Ana o'sha xalta musorini ham tayinlab o'g'lingiz bor, katta o'g'lingiz, to'g'rimi?
O'shanga Nima uchun o'tirib sizni o'tirib- to'g'ri yashashni, normal yashashingizni keyin tashqariga kirib aytish kerak. Shunday birov kelib aytishi shart emas-ku. Nima bilan yashayapsiz? Oxlaylar deydi. O'choq hayvoningizni qarang. Qanday uyda yotib tursiz, uyda. Buni qanday uxladingiz kecha kechqurun? Yo'q, kecha kechqurun qanday o'choq hayvoni shunday bo'lib turib yashadingiz? Lekin nima bo'lgan? Oshxonangiz qayerda? Yuring. Tashqariga. Yuring oshxonaga. Har bittasi oshxonasini tuvalatigacha ko'radi. Shundasimi? Odamlar shu yashash o'rinlarini oldi. Musulmon. Qani qaysi xona? Ha, mana shu gazparam tashqariga qilgan. Keling buni, yashash qani. Berkin oling, aman. Qarang. Tovuqlar nima qilgan? Oling, tovuq qilgani yo'q buni. Bu yerda o'ti. Bu yerda. Shu yashashmi ayolni, yashashimi shu? Mana sabzi tozalagichmi endi qarang. Bu baqlajonni necha kun oldin tozalagansiz? Bachalar qovurganda qarang, chumoli bosib qarang, pomidor kutigacha qarang. Qanday uxlayapsiz siz ro'zg'orda? Bu yerga keling, mana uni oling. Mana qarang. Mana uni qarang, ustini qarang, changini, kirligini. Shu ro'zg'orda endi shu erkak yashayapti siz bilan qarang. Mana uni qarang, choynak. Qarang bu yerda tortanakni qarang. Mana changni qarang, mana kirligini qarang. Oling mana. Xaladingiz ustini. Shuni ishlatasizmi? Mana kirligini qarang. Ushlab bo'ladimi shuni? Xaladingiz. Ballar vaqtda Ballar qilsa siz bor-ku, ballar qilsa. Buni qarang, mana qarang. Bu yoqqa keling, mahalla raisi. Mana qarang. Men sizga aytibdim, mana 3 kun, 4 kunlik idishlari bilan yotadi bular. Sasi. hozirgi qaymog'i yana anaqa qilmagan odamni. Ittalab chiqardimda, qaymog'ini oldim bachalar. Men unga demayapman, bu yoqqa keling. Boshqa san Ustini ham Sabzilar zaytib. tepadagi sabzi. 2 kun bo'ldi, hali necha kun otib qo'ygancha chiqib qo'yib qo'ydim. Yo, ortiq qolsa qo'yavering, lekin tozalikni qarang. Bachalar qo'yibdi-da, o'zlaring. Xaladin ichini qarang. Hozir men sizga mana ayolga ham aytdim. Erim men, mashinadan guvoh ekanman. Meni mashinamga o'tirasiz, olib qo'yaman uyingizga. Bizni ro'zg'orni borib ko'rib chiqasiz, hamma joyga kiring. Nima uchun men ro'zg'orimni hamma narsa toza turadi? Nima uchun hammamiz shunday yashaymiz? Men o'zim maqtash uchun aytmayapman. Agar sizni tanqid qilib, o'zi qanday ekan deb qiziqishingiz mumkin-da, keling. Bu yoqqa keling. Oling mana. Mana shu yashash davomini qarang. Qarang mana. Ayting, bu yerda nima tartib bor? Mana zajgalka ham bor, patron ham bor. Ha? Mana changni qarang. Bolalar juda aybdor ekanda qarang. Mana qarang. Bu achmaydimi sizda ovqatingiz? Ko'klarda yemaymiz, ana qo'yinglar. O'shan hasab qilsin.